Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoda biz Suratul Falaq surasi, Qur'on Karimning 113 surasining to'g'ri o'qilishini, ba'zi tajvid qoidalarini qo'shib o'rganamiz. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi robbil falaq. Birinchi oyatda Qul a'udhu, bu yerdagi zal harfini o'xshashlab tilni tishlab chiqaramiz. A alif, keyingisi ayn, u, a'udhu bi robbil, bi ra, ra bi tafxim, ya'ni qilin tum o'qiydigan harf. bi robbil falaqi, ya'ni qul a'udhu bi robbil falaq. Bu yerdagi qof harfi turish, yani to'xtashda sukun o'qildi. Ammo bu yerda qalqala hisoblanadi. Bu qof harfi sukunlarda falaqo deb mana o'qiymiz. Qalqala. Ya'ni qul a'udhu bi robbil falaq. Ikkinchi oyatda min sharri ma xalaq. Min degani bu yerdagisi ixfa mal g'unna. Ya'ni g'unnalik ixfa. Ya'ni nun harfini sal yushiribroq so'zg'andek bir xil o'qiymiz. Min deb nunni o'zi to'xtab turib, nunni ochiq chiqarmay o'qiymiz. Ya'ni min sharri, rih bu yerdagi qisqa tovush sharri deb o'qiymiz. Ma xalaqo, min sharri ma xalaqo. Ikkinchi oyatdagi qaf harfi bu yerda o'xshash qalqala deyildi. Asli sakin o'qildi, bu yerda qalqala bo'lg'u uchun xalaqo deb manda o'qiymiz. Qayta o'qiylik. Min sharri ma xalaq. Uchinchi oyatda va min sharri g'osiqin idza waqab. Uchinchi oyatning birinchi oyatidagi va min degan o'xshashlam ixfa, ya'ni g'unnilik ixfa. Buni o'xshash va min deb bitishimizning orlig'idan yerim nunni ochiq o'qimay bir xil yushirib o'qiymiz. Va min sharri g'osiqin. Bu yerdagi qin degani izhor deyildi, ya'ni ochiq o'qish deb. Asli tanvinlik nun kelgan vaqtida buni qin deb o'qiydik. Chunki bu alif kelib qoldi. Alif bu yerdagi huruf izhor deyildi. Yani izhar harflarining qatoridan shunglashqa buni g'osiqin deb ochiq o'qiymiz. Iza waqab, bu qalqala, waqab deb o'qisak bo'ldi. Qayta o'qiylik. Va min sharri g'osiqin iza waqab. To'rtinchi oyatda bu yerda ixfa amal g'unna. Va min sharrin naffathati fil uqad. O'xshashlik bu yerdami? Va min deganni ixfa g'unna o'qiymiz. Va min sharrin biyan o'xshash bir ixfa amal g'unna va bu yerdagi ixfa amal g'unnaning oxirgi harfi nun. Masalan, ma'no oldiki va min degi nunning oxirgi harf shinti. Unda holatda va min deb nunni o'qiydik. Keyingisicha sharrin deb o'qiymiz. Chunki bu yerda ikki nun var. Birisi sukunliq nun, birisi ya'ni zabar, fathalik nun. Va min sharrin naffathati. Bu yerda ikki
Elif صغيرة yani küçük elif ba. Ne kötülük var. Bunu okuyan vaktimizde qisqa tovush o'qimay sal uzun tovush o'qiymiz ammo jiq so'z o'tmaymiz. Ikki harf miqdori so'zsaq bo'ldi. Oxirdagi fil uqad deki dalmu qalqal deyildi. Qalqala. Asli bu yerda to'xtashda sukun uqad deb o'qilgan. Lekin qalqala o'qiganimiz uchun uqad deb buni o'qiymiz. Qayta o'qiylik. ومن شر النفاثات في العقد. عقد مع عين حرف يا بن عقد بلق ألف وسخ ميدا في العقد دب عين آخر ديك حرف ومن شر حاسد إذا حسد بندمو إخفاء مع الغنة نون حرفني ومن دب قيمس ومن شره بهذا ألدن قارت آيات الله شرين دب قيمس بهذا ومن شر النفاثات o'qimadik mayda. Keyingisichi ومن شره deb o'qiymiz. Yani ba'zi xato o'qib qo'yishim bor ekan. ومن شر حاسد deb bundaq daqiq qilsa bo'ladi. ومن شر حاسد bu yerda izhor. Izhor o'qigan vaqtimiz qanday bo'ldi desa, ya'ni din degani nun uch o'qiymiz. Izhorning ma'nosi shu ochiq degan gap. Yo'q, yoshirmay. Aldın harfta vamin de bu kantık ko mesela nunne. Böyle hasidin sevulma etmekçi. Hasidin de küçük koyumuz. İza hasad. İza hasad. Ma dal harfi mi okşaşta kalkala. Hasad de mesela toxtaşta sükun okulduğun ama kalkalma sebebinin hasad de buna okuyumuz. يعني بنقول إيه؟ ومن شر حاسد إذا حسد. الأخوة بتن سورة بروكوتيل يا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.